Amerikanın eng çoğ elektronluq savdo supisi Amazon bu yıl 5. aydan başlap savdo mizanıga xiloflik qilib iste'molchilarni qaymoqtirgan 50 ming Xitoy sotquchining hisobini taqib etgan. Egilanishcha, bu sotquchilar iste'molchilarning ijobiy baho yezishi uchun ularga pul bergan yoki hadiya kartlari tarqatgan. Afg'onistonda sig'dirishchan islom hukumati quradiganligini jakarlagan Talibanlar vakillari o'miki sobiq prezident Hamid Karzayi, Milliy yarashish oliy kengashining raisi Abdullah va Hizbiy Islom partiyasining rahbari Gulbaddin Hikmatyor bilan ko'rishdi. Vakillar o'mikiga siyosiy ishxonaning a'zosi Anas Haqqani riyosatchilik qildi. Xitoy Amerikaning Afg'onistondan chekinishini Tayvanga qarshi ishlatdi. Xitoy Tayvanning Amerikaga tayanmasligi va mustaqillik orzusi qilmasligini Afg'onistondan o'rganishi kerakligini aytdi. Xitoy Kompartiyasi bu uchurni davlat matbuotidagi bosh maqolada bergan bo'lib, maqola Tayvan Afg'onistondan saboq olsin degan mavzuda e'lon qilingan. Sharqi Turkistonda yaqinda bayqalgan 2 dona dinozavr toshqatmasi bu makonning qadimgi jo'grafiyalik muhiti haqidagi ba'zi hukmlarni texmi ilgarilab isbotlagan. CNN xabar agentligining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Turpan qo'min o'ymonligidan bayqalgan 2 dona dinozavr toshqatmasi va ularning toshqa aylanib ketgan tuxumlarini munosabatlik olimlar hozirgacha texi bayqalmagan turlarga mansub deb e'lon qilgan. Xitoy olimlari uzunligi 20 metrdan oshadigan bu dinozavr avrishkilariga Yipak yo'li giganit dinozavri va qumul giganit dinozavri deb ism qo'ygan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başlığı Mustafa Şentop, Koreya Parlament Başlığı Park Byung-signi qabul qildi. Koreyaning Turkiyani qon qayrindishi ekanligini ta'kidlagan Şentop, Koreya urushidan boshlangan qarindoshlikning tadrijiy kengayayotganligini aytdi. Koreya parlamentining raisi bo'lsa, Shimoliy Koreya urushi mezgilida Turkiyaning qo'llaganligini eslab bundoq dedi. Koreyaning hozirgi taraqqiyoti Turkiya askarlarining tirishchanligi bilan bo'ldi. Biz faqat Turkiyani qarindosh davlat deymiz dedi. İsrailiyənin Haifa Sanoat İnstitutida ishlaydigan ishchi olim, fizika olimlari 2 asrdan buyon hal qilish chorasi izlayotgan 3 jisim masalasini hal qildi. Bu hal qilish chorasi sayyorlarning quyosh sistemasidagi kelgusi o'rni to'g'risidagi farazlarni yoritib beradi. Egilanishicha, olimlar sayyorning quyosh sistemasidagi o'rnini necha 10 yildan buyon tadqiq qilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar ministrligi Taliban hokimiyati bilan aloqalashganligini va chegaraga daxl tarvuz qilish ehtimoliga bo'lgan ahvolda javob qaytarganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Arab Birlashma Xalifaligi Tashqi ishlar ministrligi Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani va uning oilasidagilarning insonparvarlik nuqtasidan qabul qilinganligini e'lon qildi.